Bellissimo. Sochniy, mochniy, sendvichku. Ham chiroyli, ham mazali, ham to'yimli buterbrod qilamiz. Ekranga yaqinroq kelinglar. Mahsulotlarimiz tayyor. Yaqinroq kelinglar dedim-ku. Quruq pyurega mayda to'ralgan kolbasa, bolgarskiy ko'kpiyoz, mayonez, tuz, qora murch solib aralashtiramiz. Shunaqa massa bo'ladi. Toster nonlarimizni o'rtasiga yupqa qilib mayonez surib chiqamiz. Sizlar xohlasanglar sariyog' sursanglar ham bo'ladi. Mayonezli tarafiga 2 qoshiq massamizni solib, tekislab, ikkinchi nonni mayonezli tarafida yopamiz. Quruq skоворodkada tosterimiz ikki tomonni xrustyashi qilib olamiz. Shunaqa chiroyli. Endi ehtiyot bo'lib 3 burchak qilib kesa olamiz. Endi buterbrodimizni ikkita chetiga, qoshig'imizni orqasida yupqa qilib mayonez surib olamiz. Mayonez surishimizning sababi ukrop va sir yopishi uchun. Qaranglar, qanaqa chiroyli chiqdi. Bu buterbrodni bittasini yesanglar kun davomida to'q yurasizlar. Agar bolanglarga qilib bersanglar, kun bo'yi va ovqat so'ramaydi, qorin to'yib ketgan. Mana buterbrodimiz tayyor. Bismillahirrohmanirrohim. Men pizzada 2 minutda qo'rdim bor, men buni qilayli. Qaranglar, mana legendarniy podpishchilarim. Shu videoda orasida bitta so'z bekitilgan. O'shalikka birinchi topib kommentariy yozsa, oyim shu golubikali cheesecake'larning retseptini sizlarga besplatno beramiz.